Zavodskoy beton mishalkalardan samodelka beton mishalkalar 100% yaxshi deb yurgan akalarimiz uchun bu videomizni tayyorlayapmiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsalaring, samodelka beton mishalkalarimizga qaraganda ancha ustunlik taraflari ko'p bo'lgan Zavodskoy beton mishalkalarimiz haqida to'liq video obzor qilib, videoni oxirigacha ko'rib oladigan bo'lsalaring, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib boramiz akalar. Mana bular akalar Xitoy texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Zavodskoy beton mishalkalari bo'ladi. Bular akalar Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Zavodskoy beton mishalkalarimiz. Hozir shu ikkala Zavodskoy beton mishalkamiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Akalar ko'rishlaringiz mumkin, bularda ramalarda o'rtasida xuddi shunaqa ulanadigan joylari bo'ladi. Bu Xitoyniki. Bu Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilganniki, o'rtasi splashnoy qirqilmagan variantidan bo'ladi. Keyin shesternaval qismlari chugun shesternalar bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Bu tarafi ham chugun shesternali bo'ladi. Xo'p, Xitoydagi bo'ladigan bo'lsa, plastmassa hamda alyuminiy qilib ishlab chiqariladi. Motor qismini o'rab turadigan xuddi shunaqa korpus qismlari plastmassa variantda, Germaniyaniki bo'lsa, temir variantda bo'ladi akalar. Motor quvvatlariga keladigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin. Hop, motor quvvatlari 1000 wattga 850 watt yozib qo'ygan. Bularga bo'ladigan bo'lsa akalar, motor quvvatlarini 1200 watt yozib qo'yilgan akalar. Motor quvvatlari ham ancha kuchli bo'ladi. Keyin Xitoydagi alyumin bo'ladigan bo'lsa, bulardagi 100% atmosferalari mis chiqadi. Balonlari ancha shiroki bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, qarachim yetgani yo'q. Hop, bulardagiga keladigan bo'lsak, bir qaracham chiqmaydi mana akalar. Balonlari ancha shiroki qilib ishlab chiqarilgan, materiallarida ham ancha farqi bo'ladi. Xo'p, Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Zavodskoy beton mishalkalarimizning narx-navolariga keladigan bo'lsak, akalar 3.600.000 so'mga 4 million so'm. Bunisi 230 litrli varianti, bunisi 260 litrli varianti. Bemalol akalar 2 aravacha, 3 aravacha Zavodskoy beton mishalkalarimizda betonlaringni qorishtirib foydalansalaring bo'laveradi. Samodelkalardan hech qanaqa farqi bo'lmaydi akalar. Ichida xuddi shunaqa 3 talik aralashtiradigan o'zini narsalari, nasatkalari mavjud bo'ladi. Bu samodelka Zavodskoy beton mishalkalarimizdan ustunlik tarafi akalar mana. Xohlasalaring chap tarafga, xohlasalaring o'ng tarafga qilib bemalol to'kib foydalansalaring bo'laveradi. Veslari juda ham yengil bo'ladi. Bemalol bir kishi xohlagan tarafiga olib borib, yetalab foydalansalaring bo'laveradi. O'zini sof veslari 75-70 kilogramm atrofida bo'ladi. Xitoy Zavodskoy beton mishalkalarimizning vesi 40 kilo, 50 kilo atrofida. Nimagaki profil qismlari ancha ingichka bo'ladi. Bular 200 litrli variantda. Narx-navolari 2,5 million so'm, 2 million 500 ming so'mdan sotilyapti akalar. Kimga qanaqa variantdagi Zavodskoy beton mishalka qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasalaring Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan, xohlasalaring Xitoydagidan 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beraveramiz. Upagovka ko'rinishida ham dastavkalarimiz mavjud bo'ladi. Pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, yana ham to'liq ma'lumotlarini berib o'tib ketamiz. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini qizartirib, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Hali yangiliklarimiz ko'p bo'ladi akalar.